Так, Azizbekni iltimosiga ko'ra video yozyapman. Gadoni filosofiyasi. Ko'p suqmasdan prostoy so'zlar bilan tushuntiraman, pagnali. Qaranglar, ikkala dvijokda ham 4 ta prinsip bor. Birinchisi obyektlar joylashuv qonuni. Qayerda joylashadi ular va qanday ishlaydi. Ikkinchisi ana shu obyektlarni tasvirlash uslubi va ularni xatti-harakati. Uchinchisi ana shu obyektlarni nastroykalari, sozlamalari, svoystvalari, xususiyatlari. To'rtinchisi ana shu obyektlar bir-biri bilan aloqa qilish qonun qoidasi. Xo'p, birinchi abstraksiya bilan tushuntiraman, keyin detallarga o'taman. Unity'da har bitta narsa ajratilgan, bo'lingan, четкий разделение bor Unity'da. Ya'ni sahna bu sahna, game object bu game object. Bular bir-biriga o'xshash narsa emas hech qachon. Ya'ni har bittasi qanaqadir bir konkretniy funksiyani bajaradi-da, har bitta narsa bo'lingan. Четкий bo'lingan Unity'da. Gadoda ba'zi bir narsalar bir xil, ya'ni ikkita narsa bitta narsa sifatida tasvirlanadi. Masalan, mana sahna mohiyatan o'zi konteyner. Ya'ni uni ichiga har xil obyektlarni solsak bo'ladi. Ana shu obyektlar ana shu konteyner bo'lmish sahnani ichida harakatlanib, biron bir xatti-harakat qilib yuradi. Masalan, personajlar yugurib yuradi. Game object bu biron bir tanani, borliqni tasvirlaydi, ya'ni entity, сущность deydi, borliq. Va ana shu borliq biron bir narsa qilish uchun unga komponent kerak. Komponent ana shu borliq qo'llanma beradi, vazifa beradi, funksiya beradi. Keyin biz ana shu biron bir obyektni boshqa sahnada ishlatgimiz kelib qolishi mumkin, lekin uni noldan yaratishni xohlamaymiz. Masalan, personajni oladigan bo'lsak, uni nastroykalari ko'p, to'g'rimi? Uni komponentlarni nastroykalari bor, qayerdadir nimadir burgan, aylantirgan bo'lishimiz mumkin, animatsiyalarni sozlagan bo'lishimiz mumkin, yana masalan kollayderlarni to'g'irlab chiqqan bo'lishimiz, xullas ko'p nastroykalar bo'lishi mumkin. Va biron bir boshqa yangi sahnada ana shu o'yin obyekti kerak bo'lib qolsa va ana shu nastroykalarni noldan qilib chiqish bu og'ir narsa, uzoq narsa. Va shu payt bizga prefablar yordamga keladi. Prefab bu biron bir sozlangan, tayyor nastroyka qilingan o'yin obyektini qolipi, shabloni. Ya'ni biz o'sha nastroyka qilib bo'lganimizdan keyin o'yin obyektini prefab qilib olamiz, qolip qilib olamiz, boshqa sahnalarga o'tib keyin tashab chiqaveramiz. Tayyor nastroyka qilingan holatida chiqadi prefab shu narsa. Hodisa ana shu o'yin obyektlar bir-biriga hodisa yuboradi. Kimdir qayerdadir nimadir bo'lganda menda biron bir narsa bo'ldi deydi, signal beradi tashqariga va ana shu boshqa obyektlar ana shu hodisaga quloq soladi va o'zini biron bir funksiyasini chaqiradi. Prostoy so'z bilan aytganda. Вот Gadoni filosofiyasi ham shunaqa, lekin sal boshqacharoq prinsipda ishlaydi. Mana qaranglar, Gadoda sahna bu xuddi shu Unity kabi konteyner u yerda. Ya'ni Unity'da sahna bu konteyner, Gadoda ham sahna ham bu konteyner. Lekin obyektlarni tasvirlashi Unity'da game object bilan komponent yordamida tasvirlansa, kimligi, nima vazifa bajarib, qanaqa ko'rinishda, qanaqa joyda joylashishini aniqlasa, Gadoda nodalar dva v одном. Ya'ni noda ham komponent, ham game object. Ikkalasini ham qiladi bittada. Ya'ni ham o'zini joylashuvini, pavorotini, pozitsiyasini aniqlaydi, ham o'sha o'zida yozilgan funksiyasini bajaradi. Qanaqa noda bo'lishiga qarab.
prefablar bo'lsa Gadoda bu sahnalar. И вот mana shu joyda hozir haligi tushunarsiz bir qorong'u o'rmon paydo bo'ladi. Hozir sizlar aytishingiz mumkin, to'xta, hozir o'zing ayting, sahna bu konteyner deb. Endi bo'lsa uni prefab deyapsan deb aytishingiz mumkin-da. Просто bitta nyuans bor. Gado sahnani ham sahna sifatida, konteyner sifatida taqdim qilishi mumkin, ham prefab sifatida taqdim qilishi ham mumkin. Xuddi nodani ham komponent ham game object sifatida taqdim qilganda, sahna bilan prefab ham Gadoda bitta narsa. Game object bilan noda ham, game object bilan komponent ham bitta narsa, bu noda. Prefab ham, sahna ham bitta narsa, bu sahna. И diqqat, undan ham qo'rqinchliroq narsa. Sahna ham, noda ham bu noda. Gadoda mana bunaqa so'z bor. Всё есть сцена, всё есть нода. Ya'ni noda bu sahna, sahna bu noda. Prefab bu sahna, prefab bu noda. Da bu narsa salaniq odamni chetga suradi, dovdiratadi, lekin bu konsepsiyani orqasida juda ham tunki narsa bor, juda prostoy konsepsiya o'zi aslida. Unity'da biz sahna yaratamiz va ana shu sahnaning ichiga o'yin obyektlarimizni taxlaymiz. Ana shu o'yin obyektlariga keyin komponentlarni taxlaymiz. Play knopkasini bosamiz, o'yinimiz ishlaydi. Ya'ni bitta sahna nechtadir o'yin obyekt. Gadoda bo'lsa sahnani ichida sahnalar bo'lishi mumkin. Gadoda iyerarxiya sahnasi degan tushuncha bor. Scene tree. Ya'ni mohiyatan Gadoda sizlarni o'yininglar как sahnalar iyerarxiyasi bo'lib keladi. Personaj bu sahna, uni qo'lidagi avtomat ham sahna. Uni boshidagi, tepasidagi aniq HP bari ham sahna, отдельный sahna. Avtomat sahnasi personaj sahnasining ichida, qo'lida. Personaj sahnasi level sahnani ichida. Knopka sahnasi UI sahnasining ichida, UI sahnasi level sahnasining ichida. Ya'ni iyerarxiya bo'lib ketgan. Bu xuddi haligi Windowsdagi provodnikka o'xshaydi-da. Masalan, sizlar mohiyatan o'zi aslida Gadoni konsepsiyasini ishlatasizlar o'zingizlarning kompyuteringizda. Ya'ni jostki disk ketgan, uning ichida papkalar bor, papkalarning ichida yana papkalar bor, u papkalarning ichida yana boshqa papkalar bor, u papkalarning ichida qanaqadir fayllar bor, arxivlar bor, arxivlarning ichida yana nimadirlar bor-da. Bir-biriga aniq vложение bo'lib ketgan. Вот mana Gadoni noda va sahna kompozitsiya tushunchasi. И вот всё da mana shu. И e'tibor bergan bo'lsanglar, mana 3 ta prinsipni olovring qavusga olib qo'yganman, ramkaga. И 4-chi oxirgi prinsipni ko'k ramkaga olib qo'ydim, bekorga qilmadim buni. И вот farqi mana bu 3 ta prinsipda, mana shu ikkita dvijokning o'rtasida. Mana bu prinsip oxirgi bir xil bu. Просто har xil nomlanadi. Unity'da bu events deyiladi, Gadoda bu signals deyiladi, signallar. Bular ikkalasi observer pattern, kuzatuvchi. Yo'q, ya'ni ruscha aytganda nablюдатель. Ya'ni qayerdadir nimadir sodir bo'ladi, signal otiladi, hodisa otiladi. Boshqa joyda bo'lsa, ana shu biron bir boshqa obyekt ana shu hodisaga registratsiya qiladi, quloq soladi, kuzatib turgan bo'ladi. Ya'ni mana narsa bo'lsa, men o'zim biron bir funksiyani bajaraman deydi. Masalan, yarki primer, personaj o'ldi, hodisani tarqatdi, shu personaj o'ldi degan hodisani otdi, signal jo'natdi. Unga keyin UI quloq soldi. UI ekranga game over degan yozuvni chiqardi. Juda ham prostoy konsepsiya. Ya'ni observer pattern bu. Unity'da nima-yu, Gadoda nima bir xil ishlaydi, bir xil. Hech qanaqa farqi yo'q.
Просто mana shu uchta prinsiplarni sal tushunib olsanglar bo'ldi. Asosiy nimasi chalkashi shunda. Lekin просто qopqon nimadaki, просто biz Unity'ga o'rganib qolganmiz-da. Ya'ni mana senda game object, mana seni komponenting bor. Ana shu komponentni game objectga tashlasang shunaqa ish bajaradi deydi. Всё. Hammasi просто elementarniy, hammasi o'z roliga bo'lingan. Godot anaqa более obyektно ориентированный и anaqa иерархический ketgan. Ya'ni наследование ketgan. A klass ya'ni B klass A klassdan farzand bo'lgan, C klass B klassdan farzand bo'lgan, mana shunaqa qilib anaqa вложение, iерарxiya bo'lib ketgan. Sahnalar bir-birini ichiga kirib har xil anaqa kompozitsiyalar yarata oladi. Masalan, sizlarda bitta главный personaj sahnasi borda. U sahnadan keyin boshqa qanaqadir bir mag degan sahna yoki jangchi degan sahna, ritsar degan sahna farzand bo'lishi mumkin. Ya'ni asosiy personaj sahnasini rivojlantiradi-da, iерарxiya bo'lib ketadi. Aslida bu juda ham mo'shnik anaqa konsepsiya. Kelinglar anaqa ozgina vizualniy ko'rib chiqamiz. Men hozir mana Godot bilan Unity'ni ochaman-da, ikkita bir xil sahnani ko'rsataman. Unity'da ham, значит, Godotda ham. Просто чтобы sizlar yaxshiroq tushunishinglar uchun. Mana qaranglar. Ikkita bir xil sahna absolyutno bir xil obyektni tasvirlangan. Vizualni ham, ko'rinishi ham, даже kollайderlari ham bir xil qilingan. Absolyutno birga bir. Просто sal boshqacharoq uslubda qilingan. Mana qaranglar, birinchi Unity mana. Bu yerda ikkita game object ketgan. Asosiy game object и vizualniy tasavvurga ega bo'lgan sprite bor game object. Ana shu asosiy game objectda collider komponenti bor, ya'ni uni to'qnashuvini tasvirlaydigan. Rigid body komponenti bor, uni fizikasini tasvirlaydigan и harakat поведенияsi bor. Harakat komponenti, gravitatsiya, sakrash komponenti. И farzand obyektida boshqa game object bor, sprite renderer bor. Lekin xohlasanglar bu sprite renderer asosiy obyektda bo'lishi ham mumkin-da. Uning farqi yo'q. Ya'ni Unity'da bitta game objectda nechtadir komponent bo'lishi mumkin. Bu kompozitsiya bu. Godotda bo'lsa наследование ketgan, iерарxiya ketgan. Hozirgi paytda mana player bu character body 2D nodasi. Ham, ya'ni bu komponent ham komponent sifatida turibdi, ham game object sifatida turibdi bu yerda. Men bilan nima deydigan bo'lsanglar, mana masalan nechtadir komponentlar bor bu yerda. Node bor, collision object bor, character body bor, player bor. Bular наследование, object orientation programming deydi bu narsani farzand bo'lib ketgan. Godotda birinchi Node degan klass ketadi. Nodedan Node 2D, Node 3D degan klasslar ketgan, nodalar ketgan. Masalan, hamma 2D obyektlar Node 2D nodasidan farzand bo'lgan. Canvas itemda canvas obyekti, sprite, animation, animated sprite yoki qanaqadir collision shape, area 2D, mana shunga o'xshash. Hammasi Node 2D dan ketgan. 3D obyektlar bo'lsa, Node 3D dan farzand bo'lib ketgan. Вложение bir-biriga kiyilib farzand bo'lib ketgan. Iерарxiya bo'lib ketgan. И bu yerda mana xuddi o'sha personajni tuzilishi kabi bu yerda ham mana o'sha player nimasi ketgan. Bu character body'ni tasvirlayapti hozirgi paytda. И farzandida mana sprite 2D nodasi bor. Collision shape, ya'ni collider nodasi bor и anaqa поведенияsi bor. Ya'ni biz mana shunaqa qilib nodalar bilan qanaqadir biron bir obyektni tasvirlaymiz-da, quramiz obyektni.
Qaranglar, e'tibor beringlarki, что hozir bu sahna aslida. Biz hozir player sahnasida turibmiz. Unity'da player bu просто sahnaning ichida turibdi. Oddiy bir simple scene degan sahnaning ichida nechtadir obyektlar turibdi. Ya'ni bizda hozir personaj uchun отдельный sahna yo'q. Qanaqadir bir. Chunki Unity bu anaqa sahnalarni iyerarxiyasini поддержка qilmaydi. Unity'da sahnaning ichida sahna bo'lmaydi hech qachon. Sahnaning ichida game object bo'ladi, lekin bitta paytning ichida nechtadir sahna bo'lishi mumkin. Mana masalan hozir create sahna yaratadigan bo'lsak, tak qani sahna sahna. Masalan scene 1, sahna 1 deylik, допустим. Mana bunday qilib mana ikkita sahna bitta paytda o'zida tura oladi. Parallelni. Bularni adashtirmanglar. Iyerarxiya bo'lib ketish boshqa narsa, yonma-yon bo'lib turish boshqa narsa. Ya'ni Unity'da bitta paytda o'zida ikkita sahna ishla oladi, parallelni bo'lib. Lekin hech qachon sahna bir simple scene ichida tura olmaydi. Как konteyner sifatida ichida prefablar bir-birining ichiga kirib ketgan bo'ladi-yu. O'shanaqa funksiyani bajara olmaydi. Unity. Tak, unload scene. Ctrl Z qiling. Так, qanaqa bo'ldi qora. Remove scene вот. Вот Gadoda bo'lsa, sahnalar boshqa sahnalarning ichida tura oladi. Mana hozir biz player sahnasida turibmiz. Playerni o'zi nodalar bilan tasvirlangan. Va mana shu player sahnasi level 1 sahnasining ichida mana. Ya'ni qaranglar, tonki moment. O'sha sizlar tushunmayotgan payt. Player sahna bo'lib turgan paytda biz uning ichiga, sahnasining ichiga kirganimizda uni hajmini, uni содержаниясini ko'ra olamiz, iyerarxiyasini. Lekin ana shu obyekt noda sifatida boshqa sahnaning ichida turganda uni содержанияsi, uni ichidagi hajmi berkitiladi. Ko'rinmaydi. Mana bu yerda sahna izni cho'qib turgan bo'lsa, что bu sahna bo'ladi, qarang. Qaranglar. Bu yerda ham hozirgi paytda player ham sahna sifatida turibdi, ham noda sifatida turibdi. Ya'ni bu degani noda ham, sahna ham bu bitta narsa, bu noda. Game object ham, komponent ham bu noda. Hamma narsa noda. Gadoda hamma narsa noda. Просто vaziyatga qarab har xil funksiyani bajaradi. Xohlasa sahna bo'ladi, xohlasa game object bo'ladi. Hozirgi paytda masalan mana bu game object funksiyasini bajaryapti. Character body nodasini qo'shganmiz. Mana bu plusga bosib character body mana. Character bodyning ichiga yana bitta character body tushdi hozir. Ham game object, ham komponent bo'lib. Biza o'sha ana shu nodalarni sahnaning ichida taxlaganmiz, tartiblaganmiz. Biz tashqariga chiqsak, u как prefab bo'lib mana bu yerga tushadi. Biza mana bunday qilib mana sahnalarni taxlab chiqaramiz xohlaganimizcha. Play knopkani bossak mana sahnamizda 4 ta personaj bor, hatto bu hozir mantiqsiz narsa. Mana masalan dalishi mana severage degan anaqa kanalizatsiya degan level bor. Men levelni отдельный sahnada chizganman. Bu sahnaning ichida faqat level tasvirlangan, faqat level. Personaj harakatlanadigan level. Bu yerda mana tile map bor, har xil sloylarga bo'lingan. Suv, orqa fon, oldi fon, bochkalar, turbalar, eshik. Как noda bo'lib, har bitta noda o'zining funksiyasini bajaradi, tile map, sprite, boshqa. Va ular bitta sahnada akkuratni taxlanadi. Как prefab bo'ladi keyin.
keyin men o'sha tayyor sahnani olamanda level sahnamga как mana level deb tashiyman. Mana levelim. И mana playerim. Xullas, gapni qisqa qiladigan bo'lsak, Unity'da game object component konsepsiyasi bor va ana shu game object bilan komponent birga bo'lib sahnaning ichida turadi. Gadoda bo'lsa nodalar ham game object ham komponent bo'lib sahnaning ichida taxlanadi va ana shu sahna noda sifatida boshqa sahnalarning ichida ham turadi. Mana men hozir tushuntirdim sizga полный konsepsiyasini. Ya'ni просто bitta sodda narsani tushuninglar, sodda narsani. Hamma narsa noda Gadoda. Yana bir bor takrorlayman. Obyekt noda ham game object ham komponent funksiyasini bajaradi. Bitta paytda o'zida ham komponent, ya'ni tasavvur qilinglar, mohiyatan bu просто sahnada turgan komponent, game objectsiz sahnada turgan komponentda. Masalan, Unity'da komponentlar game objektlar siz yasha olmaydi-ku, to'g'rimi? Game ana komponentni, skriptni olib sahnaga tashlay olmaymiz, to'g'rimi? Uni faqat game objectni tanasiga tashlashimiz kerak. Gadoda noda ham komponent, ham game object. Dva в одном. И ular anaqa sahnalarda taxlanadi. Ya'ni sizlar qanaqadir bir sahna yaratasizlar, sahna yaratganinglarda aslida noda yaratgan bo'lasizlar, как sahna sifatida. Keyin o'sha sahnaning ichida yana boshqa nodalar, yana boshqa sahnalar yaratsanglar bo'ladi. Keyin u sahnalar yana boshqa sahnalarning ichida bo'lishi mumkin. Bu aslida juda mo'shniy konsepsiya. Chuqur vложение bo'lib ketgan bo'ladi-da. Ya'ni mana shunaqa qilib anaqa daraxt sifatida ana derevovидный anaqa sifatida quriladi o'yinlar. Daraxt tasavvur qilinglar, mana bunaqa asosiy shoxi tomiri bo'ladi-yu, keyin uni shoxlari, barglari ketgan bo'ladi, mevalari ketgan bo'ladi. Bir-biriga ulanib taxlanib ketgan bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Gadoda asosiy sahna sifatida bitta sahna kerak. Mana hozirgi paytda mana level 1 ko'k bo'lib bo'yalib turibdi manbalarga qaraganda. Bu degani bu asosiy sahna degani. Ya'ni Gado просто qaysidir sahnadan start oladida keyin уже sahnaning ichiga kirgandan keyin boshqa sahnalarga yetib oladi. Uning ichida nechta sahna bo'lsa, o'sha bir-biriga kirib, chunki iyerarxiyada ulanib ketgan. Bir-biriga kirib keta oladi, sahna bo'la oladi. И o'sha hamma sahnalarning ichida nodalar bo'ladi. Даже o'sha sahnalarning o'zi ham noda bo'ladi. И har bitta skript, ya'ni har bitta nodada faqatgina bitta dona skript tura oladi, bitta dona. Unity'da bitta game objectga xohlasanglar 1000 ta komponent tashlasanglar bo'ladi-da. Gadoda faqatgina bitta skript bo'ladi. Har bitta nodada bitta skript. Mana Unity'da biz playerga ham collider, ham rigid body, ham uni harakatlarini yozgan bo'lsak, Gadoda qanaqa tasvirlayman o'sha narsani deydigan bo'lsanglar, Gadoda o'sha collider ham, sprite ham, uni xatti-harakatlari ham как отдельный bo'ladi. Har bittasida o'zini anaqasi o'zini skripti bo'ladi. Masalan, mana men hozir player skripti. Mana bu yerda ham yozgan. Klassni ismi player degan extends character body, ya'ni character bodyni rivojlantiryapti degan. Ya'ni mohiyatan mana bu player o'zi aslida character body. Просто mana bu character bodyni olib, uni funksiyasini rivojlantiryapti. Character body yana qanaqadir biron bir bodydan bo'lgan. U body qanaqadir bir nodadan bo'lgan. U noda ham yana nimadirdan bo'lgan.
Xullas mana shunaqa bo'lib ketgan. A, tushundinglar degan umiddaman. Qo'shimcha qanaqadir savolinglar bo'lsa, Telegramda javob beraman.